Assalomu alaykum azizlar, hamyurtlar. Men hozir sizlarga bitta oilani ko'rsataman, azizlarim. Men xolis inson sifatida meni chaqirishdi. Mana bu hozir opa-ukalar ko'chada hammadan ehson so'rab turishibdi. Bu ukasi, bu opasi uylari yonib ketgan, ko'chada qolishgan, ustilari yo'q, ko'rpa to'shaklari yo'q. Bu hozir bankomatlarda yotib yurishibdi ekan, opa-ukalar. Azizlarim hay tarafasida shularga yordam qilaylik. Idish tovoqlari ham yo'q ekan, ko'rpa to'shaklari. Misol hammalarimiz ham mana hay tarafasi ish yo'llarimizga, bolalarimiz ish yo'llariga ehson qilamiz hammamiz. Endi ko'ngillarni ko'targanicha shu oilaga yordam qilsalaringiz. Yaxshilik bilan keldik, yaxshilik bilan ketaylik azizlar. Rossiyadagi hamyurtlar hammani o'ziga kerak pullari. Lekin jicha ehson joylaringdan shu opa-ukaga yordam qilishlaringizni iltimos qilaman. Mana turishibdi bular, bankomatda yotib yurishibdi. Sizlardan iltimos, o'zlarini karta nomerlarini qo'yib qo'yaman, xolis inson sifatida. Shu kartaga qo'llaringizdan kelganicha yordam beringizlar. Nomer menga murojaat qilsalaringiz 91 111 37 88. Uylariga jicha ohaga olamiz, uylarni ohaylab. Uylaringizda jicha gilomlaringiz bo'ladi, tashlab yuboradigan idish tovoqlaringiz bo'ladi, yakandozlaringiz bersalaringiz shularga berardik. Bankomatda yotishibdi aziz insonlar. Mana o'zi ham gapiradi. Gapiring seni. Yaxshimisizlar? Bizga yordam beringlar. Qiynalib qoldik, ukam ham kasal. Uyimiz ham bir ahvolda, remont qilish kerak. Borgimiz ham kelmayapti uyimizga. Qo'shnilarimiz ham yaxshi bas qidirishmayapti bizni. Mayli, hozir yuraklari ko'tarmayapti, ko'chada turishibdi, mana issiqda, uylari yo'q. Endi kechqurun bankomat ichida yotishyapti. Mana Farg'ona sentrida hamma ko'rib turibdi. Hamma odamlar ko'ryapti. Iltimos sizlardan men karta raqamlarni qo'yib qo'yaman, xolis inson sifatida. Qo'llaringizdan kelgancha shu insonlarga yordam beringlar. Rahmat aziz yurtdoshlarim. Meni ham jicha nimam kelib ketdi, yig'lagim. Hammasi yaxshi bo'ladi, Xudo xolasa. Yana qaytamiz bu mavzuga azizlarim. Yana ko'rsatuv qilaman sizlarga. Hozircha rahmat.